Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun yana bir dushimiz tugatdik. Tashqi fasadlari blok g'ishda hali. Endi xudo xolasa travertin bo'ladi. Shu dushimizga kirganda razdivalka, tualet, polniy hamma yo'g'i bo'ldi. Shu bu yerdan to'siladi. Bundan chenamlardan to'siladi. Kirganda mana ikkitalik rozetka qo'yib qo'ydik. Kulchator, svetlari o'chib yonadi. Bu yerda bet-metini yuvib ketilaveradi. Buni suvlari mana ishlaydi. Issiq suv, sovuq suv va issiq suv. Ishlayveradi. Tualetimiz ham xudo xolasa mana chiroyli bo'lib ishlayapti. Hamma yoq joyida. Mustahab qiladiganimiz постоянный ochiq turadi. Buning chunki o'zining kulchatori bor. Bu ham mana ishlayveradi. Bu yerga ilib qo'yiladi. Kirganda mana dush Ariston Real 80 talik. Bu yerda mana tahorat oladigan joy. Tahorat oladigan joyimiz ham hozir ocha olmayman chunki bu yerda zamaskiya qilib qo'yganman. Shu keladi, bu yerga bitta stolchik qo'yib o'tirib, bemalol tahorat qilib, bu yerga kiyimlarni ilib, dushimiz. Mana usta. Bu yoqni oching. Sekin o'zi davleniya, nasos davleniya qo'ygandan keyin yomg'irli bo'lib suvlar tushaveradi. Onalarni ham ishlating. Buni ochib qo'yib, buni ochib qo'yib. Mana. Endi uni pastagini bemalol cho'milib, mana pastagini mana ishlayapti. Hammasi joyida xudo xolasa. Medlarni ham olib qo'ying bitta, uklonlarni olib qo'ying. Uklonlari ham mana chiki-miki puki bo'lib ketgan hamma yo'g'i. Vitishkalarigacha qo'yib qo'yganmiz. Vitishkalarni rushnoy qo'ydik, nimaga desanglar, chiqqanda, dushni isitganda yopadi, chiqib ketib bo'lib, dush cho'milib bo'lgandan keyin ochib qo'yadi, ancha-muncha hidlarni tortib ketadi. Shu bu vagonka bo'ldi, vagonkaning orqasi uteplit. Taylari kafer. Nasoslarni olib qo'ying. Bu yoqlari mana rozetkalari bittalik qo'yib qo'ydik. İşte bu ikkinchisiga ham bir narsa suv olmasin deb uzoq ishlaydi. Bu kir mashinaga qoldi bu yer, Ariston tagida kir mashina. Bu yoqqa yana bunday chiqib. Yana nima ko'rsataysizlarga? Bundan vitishga постоянно ishlaydi bu vitishga, svet yonganda ishlaydi, svet o'chganda Balonchik. o'chadi. Hozir nasoslarni qanday joylashtirganimni ko'rsataman bochkalarni. Mana bochkamiz 500 talik. Nasosimiz 470 talik. Shu epa shu iloji boricha mana shunaqa qilib qo'yishinglarni sizlardan so'rab qolamiz. Mana bu turbadan tashqariga suvga ketgan vodoprovod suviga, bu yoqdan vodoprovod suv keladi. Bu yoqdan vodoprovod suviga ketadi. Bu yerda yozgi rakmina bo'ladi, qo'l yuvadigan. Tahorat bo'ladi Yonboshiga tahorat bo'ladi, ularni ham hayot davomida qilib ketadi endi. Bunimiz oldin prямо vodoprovodga ulangan bo'lgan. Buni vodoprovoddan uzdik-da. Undan 24-7 suv chiqargan qo'ydik mana. Постоянно. Qishda buni uteplit qilib, chiroyli qilib yopib qo'yadi. O'zining izolatsionniy narsalari bor, shunlardan izolyatsiya qiladi. Bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska, like bosishlaringizni unutmanglar.